Kimlardir 30 yoshda yosh bola, kimlardir 10 yoshda haqiqiy erkak. Assalomu alaykum aka, salfetka oling. Nima o'qishga bormasdan salfetka sotib yuribsan, bratishka? Maktabga bordim. O'qishdan keyin salfetka sotolmay. Hop, uydagilar nima qilishyapti? Adang, oying? Adam olamdan o'tganlar. Singlim kasal. Men uyda boquvchiman, oyman bor. Bitta erkakcha va'dalashamiz. Ha aka. Mana bu pul senga, o'sha siningga borib davolatasan, oyingga berasan, faqat qarzga. Kelishdikmi? Buni katta bo'lsang, kimgadir san ham yaxshilik qilasan. Kelishdikmi ukam? Kelishdikmi? Albatta qilaman aka. Va'da berasanmi? Va'da beraman. Malades. Aka, siz menga bir berdingiz, Alloh sizga ming bersin aka. Men ham duo qilaman, oyim ham duo qiladi, singlim ham duo qiladi. Topgan tutganingizga baraka bo'lsin. Ukam, rahmat. O'zingni ehtiyot qil, charchama. Sog' bo'l. Men esa hayotimdan noliyman. Kimlardir 30 yoshda yosh bola, kimlardir 10 yoshda haqiqiy erkak. Bir xudoyu yerda esa otang bor.